fevral G'ulji inqilobi Sharqi Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharq Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoni ovozi. To'lgan badallar, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoni ovozni Uyg'ur tarixining oltin batlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shehid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlariga Allah jannatul firdavsni taqdim. Jannatul firdavsni taqdim. Jannatul firdavsni taqdim. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abdüqadir. Mikrofonda Abdusalom Uyg'ur. 5 fevral G'ulji inqilobi tilga ilinganda, bu inqilobga tamg'isini urgan, G'ulji xalqiga intayin tunishliq bo'lgan, shundaqla Xitoy hokimiyati tarafidan ilohiylashtirilgan hamda Uyg'ur xalqi uchun nurg'unlagan savollarni orqasida tashlab ketgan bir shaxsni birlikda tilga ilishga to'g'ri keladi. U bo'lsa-mu shehid İbrahim İsmail. 5 fevral şahitlerinin bildirishicha, 5 fevral G'ulji inqilobi yuz bergandan keyin Xitoy doiralari İbrahim İsmailga tutish buyrug'i chiqargan. İbrahim İsmailning surati tushirilgan va tarjimali yozilgan tashviqot varaqchilari mahalla va bozor rastalarga kengri chaplangan va tarqitilgan. G'uljidan har qaysi nahiyalar va shaharlarga tutishadigan cho'ng qatnash tugunlarida chazlar qurilib, maxsus İbrahim İsmail ustidan tinitish elib berilgan. Texmo hayron qolarliq bo'lgani shuki, İbrahim İsmail Xitoy doiralari tarafidan maqsadlik ilohiylashtirilgan bo'lib, xalq orasida İbrahim İsmail tashlabkida oyoq mayiltayotgan ekan, saqchilar yetib kelishiga ko'zdan g'oyib bo'libdi.
İbrahim İsmail Xitoy bozorida tavuz yeyotgan ekan. Saqchilar kelishiga ko'zdan g'oyib bo'ldi. İbrahim İsmail tönögün palançı mahallada təbliğ qıpdı. Bugün pustançı mahallada təbliğ qılıdı ekan degan so'zlar G'ulji xalqi orasida kengri tarqalib yurgan bo'lsa-mu, ammo ularning hech qaysisi toki İbrahim İsmailni Xitoy tajovuzchilari qo'lga tushirib qattiq qiyin qistoqlardan keyin televizor ekraniga chiqarib o'z qilmishiga majburiy pushmon qildirganga qadar ko'rib boqmagan. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan bir qism 5 fevral shohidlarining bildirishicha, ayni chaqda Xitoy doiralari 75 kvadrat kilometr doiraga aran 300 ming nopusga ega G'ulji shahrida 6-7 oyga yaqin qattiq tintish elib beribmi, İbrahim İsmailni tutolmagan bo'lsa-mu, ammo İbrahim İsmail bilan ko'rishdi. İbrahim İsmailni uyida qondirdi degan bahonalar bilan har qaysi sohalardan minglarcha kishini qo'lga alganlıqı ma'lum. Ayni chaqda G'uljidagi yerlik saqchi doiralarining hisobga olmaganda, G'uljida siyosiy vazifa o'tayotgan 8660 qism qatorliq organlarda 100 mingdan ortiq qurolliq saqchi bor bo'lib, bundaq zo'r qo'shin va qattiq tenitishda İbrahim İsmailni tutolmasligi mumkin emas edi. Bu yerdagi maqsad İbrahim İsmailni bir mezgil ilahiylashtirish va ondan qo'lga tushirish yilisi orqali kishilarni qo'rqitish va jangovarligini suslashtirish. Shundaqla Xitoy hokimiyati o'zlarining ko'plagan jangovar Uyg'ur yoshlarini tutqun qilishiga zamin hozirlash yilisi yoshirilgan edi. Egallashlarga asoslanganda Xitoy tajovuzchilari G'ulji shaharlik 2-o'rta maktabning bir o'qituvchisini İbrahim İsmailni uyida qondirdi degan bahona bilan xizmatidan ilib tashlagan va siyosiy salohiyati nuqtali holda tekshirilib turgan. 5 fevral arxivlarining oldingi qismlarida aksi Shehid Tursun Salay haqida qimmatli uchurlarni bergan bu Saram Salay xonim ziyoratimizni qabul qilib muxbirimizga mundoq deydi. İbrahim İsmail haqida nimalarni bilsiz? Bir bildiganlaringiz bormi? İbrahim İsmail şu biz 98-yılı uy bo'lib, qiynanamning uydan uy bo'lib chiqdik 98-yılı. Qancha joylar chiqqan bo'ldik. 97-yılning oxiri chiqdikmi, ish qilib bir shu Go'sh doktorxonasiga tapadim-ku, bayam shu yerga chiqdik. Chiqqan vaqtida shu malda shu Abbas deb bir bola aka bir kun shunda saqchilar shunda jiq minib ketdi-da, mashinasini chaqirdi. Şun biz ama keyin derizimiz cho'ng yo'lga qarab turadi. Derizimda qarsam shu saqchilarning hammasi shu Bashkiram tarafga mashta ketib bordi-da, qo'yildi. Voy nima ish bo'lganda desak, voy mashta İbrahim İsmail tutilibdi, İbrahim İsmail tutilibdi deb ketdi. Shuning bilan ya dedik. Ondan keyin shu Bashkiram maldan to'qmishdilar. Jarbu deb bir ayol bordi. Shu ayolning Abbas degan o'g'limi bularga chetishlikdiki. Shularning uyidan bu İbrahim İsmailni shularning uyidan tutib chiqib ketibdi. Xitoy tajovuzchilari İbrahim İsmailni yamchuq qilib, G'ulji shahrida qattiq tinitish va qo'lga ilish harakati ilib berish maqsadiga yetgandan keyin 1998-yili 4-oyda G'ulji shahar Toshko'rik yeza Yanginur ko'cha 75-nomerli qo'roda namoz o'qiyotgan vaqtida qo'lga olgan. Aradan bir mezgil o'tgandan keyin İbrahim İsmail televizor ekranlarida paydo bo'lib, o'z qilmishiga qattiq tövbe qilgan va bir qancha kishining ismini tilga ilib, darhol qurol-yaroqlarni hukumatga topshirib berishni tavsiya qilgan.
Ammo bu tavsiya qilishlarning qattiq qiyin qistaklar orqali bo'layotganligi, İbrahim İsmoilning oldi tarafga chaplab qo'yilgan bir parcha qog'ozni o'qib berayotganligi g'ulji xalqining diqqatidan qochib qutula olmagan. İbrahim İsmoilning yaqinlarining bildirishicha, tayoq zarbasidan uning yuz ko'zlari ko'kirib va ishib ketgan bo'lib, ko'zlari nursiz va horg'in ishgan. Aradan bir yilcha vaqt o'tgandan keyin G'ulji shahrida ochiq sud ochilib, İbrahim İsmoilga o'lim jazosi berilib, shu kuni ijro qilingan. Bir mezgil ilahiylaştırılgan İbrahim İsmoil arxivi mana shundoq yepilgan. Ammo G'ulji xalqi nurg'unlagan sirlarni o'zi bilan ilib ketgan İbrahim İsmoilni 5 fevral G'ulji inqilobining qahramoni sifatida xotirlab kelmoqda. Xitoy tajovuzchilarining qo'liga tirik tushgan İbrahim İsmoilning Xitoy saqchilari so'rgan, nima uchun boshqa shehidlardek o'zlari bilan etishmaganligi haqidagi savoliga İbrahim İsmoilning nima deb javob berganligi haqida to'xtalgan Toyir apandi mundaq deydi. İbrahim İsmoil tutilgan vaqtida qo'lda tapancha bilan tutibdi Xitoy saqchilariga. Ammo hech qanday qarshilik bildirmabdi ekan. Muşaqda bir azroq so'zlab bergansiz. Abdi İbrahim İsmoil qo'lda qoralgandan keyin nima qarshilik ko'rsatmaydi, nima uchun tirik tutildi deb jamiyatlarda bakcha gapsiz bo'linib ketdi-ku. Mana İbrahim İsmoil tutilib, nurg'un odamlar chetilib, Xitoy nurg'un odamni tutib ketdi, o bu degandek. İbrahim İsmoil tutilib, ma'lum vaqtdan keyin endi shu mening anglagan xabarim qaragan vaqtida endi İbrahim İsmoildan endi shu saqchilar so'rabdi ekan. So'rgan vaqtida sen nima uchun qoral ishlatmading bizga, nima uchun qarshilik ko'rsatmading degan vaqtida men o yerda 3 kun turdim, shularning tuzini yedim. Men agar sizlar qoralga qarshilik ko'rsatsam, sizlar meni yetib tutinglar, men sizlardan 5 kun atova qo'ydim, biroq sizlar meni bilan qo'shib kichik bolalarni yetib tutinglar, chunki u o'yladim, men biladim, u meni bir og'aylarning o'ylisi. Butun menda kushaq bola kirib o'ynaydigan o'yladi u. Xudoning qutligini azada o'yinlar ichida kichik bolalardan 5 uni o'ynaydi. İbrahim İsmoil men shu o'yinning tuzini yegashga, shu kichik bolalarning o'lab ketmasligi uchun men sizlarga qoralik qarshi ko'rsatmadim. Shundoq. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. G'ulji xalqi orasida tillarda doston bo'lib kelayotgan yana bir shahid hikoyasi Abduvali Ababakirning hikoyasi. Xitoy tajovuzchi armiyasining muntazam qurollangan 8660 qismi va Ili oblastlik zo'ravonlikning oldini olish alohida atrati qatorliq alohida qismlari bilan cheksiz ketgan G'ulji mahallari, etizliqlar, tog'u daryolar va yayloqlarda mukinib yurib partizanlik urushi ilib berib shahid bo'lgan Abduvali Ababakirning hikoyasi 5 fevral G'ulji inqilobi jarayonida bepoyon Ili vodisida yuz bergan Xitoy tajovuzchilariga qarshi qahramonlik dostonlarining biri. Şehit Abduvali Ababakri G'ulji shahar tashyo'l idorasi oyliklar qo'rosida o'ltirishliq Ababakri akaning o'g'li bo'lib, Ababakri aka G'ulji shahar tashyo'l idorasining uzun yillik ishchisi edi. Xitoy tajovuzchilari 5 fevral G'ulji inqilobi yuz bergandan keyin nurg'unlagan qahramon Uyg'ur o'g'il qizlari qatorida Abduvali Ababakriga tutish buyrug'i chiqardi. Xitoy tajovuzchi armiyasi sonning jiq bo'lishiga qaramay, nihoyat qo'rqinchaqligi va ishkiri o'lkalardan kelganligi sababidan G'ulji shahrining yer shaklini yaxshi bilmaganligi uchun 5 fevral partizanlari bilan bo'lgan to'qinishlarda og'ir ziyon tortdi.
Natijada g'azablangan Xitoy tajovuzchilari partizanlarimiz turishliq yezni qo'rshab, partizanlarimiz möküngan doiralarni portlatish usuli orqali o'zlarining naqadar ojiz bir askariy qism ekanligini isbotlaydi. Xitoy tajovuzchi armiyasi bilan bo'lgan ko'p qitimliq to'qinishlarda marganligi va chaddasligi bilan omon qolgan shahid Abduvali Abobakri bir qitimliq to'qinishda putiga o'q tegib yorlindi va G'ulji shahar Buyunda yezisidagi bir dehqonning uyiga yoshirinib yorisini davolatdi. Keyin boshqalarning cheqib qo'yishi bilan uni davolayotgan doktormi tutib ketildi. Abduvali Abobakirning usti margan ekanligini ko'p qitimliq to'qinishlar jarayonida yaxshi bilgan Xitoy tajovuzchi armiyasi o'zlaridan ko'p chiqim bo'lishining oldini olish uchun Buyunda yezliq soqchixonadagi bir aktiv Uyg'ur soqchining yo'l boshlashi bilan Xitoy tajovuzchilari Abduvali Abobakri panohlangan dehqonning oilasini qo'rishib oldi. Bu qatimqi to'qinishda Abduvali Abobakri yanada qo'rshovni yerib chiqib ketdi. Xitoy tajovuzchilari G'ulji shahridan Urumchiga va Ili viloyatidagi 8 nahiyaga boradigan barliq yo'llarni qattiq kontrol qildi. Mahalla va G'ulji bozor ichida qattiq kimlik tekshirish ilib bordi. Xitoy tajovuzchilari soqchi mashinalarining chaqirgan ovozi 24 soat G'ulji tavasida besiqmaydigan ahvol shakllandi. Mustahkam qo'rg'on G'ulji mahallari, G'ulji xalqi o'z qahramoni Abduvali Abobakriga quchog'ini ochdi, uni yoshirib saqlaydi. Bir qancha oyga so'zilgan qattiq tinitish natijasida Xitoy tajovuzchilari Abduvali Abobakrining G'ulji shahar Bayko'l kentiga yoshiringanligini sezib oldi. Bu qatim g'aljirlashgan Xitoy tajovuzchilari faqat Abduvali Abobakri va uning sabdoshlari yoshiringan qo'ronini emas, balki butkul Bayko'l yezisini qo'rshovga oldi. 1998 yilning avgust oylarida G'ulji shahar Bayko'l yezisidagi bir dehqon oilasida qo'rshovda qolgan Abduvali Abobakri va uning sabdoshlari turkumlab harbiy mashina bilan Bayko'l yezisiga xuddi chumöldek to'kib etilgan ig'ir tipdagi zamonaviy qurollar bilan qurollangan Xitoy askarlarining taslim bo'lish haqidagi buyrug'iga parvo qilmay shahid bo'lish yo'lini tanlaydi va bir kecha kunduz qattiq tinitish natijasida Xitoy tajovuzchilarining ular yoshiringan oilani bombardimon qilishi bilan shahid bo'ladi. Xitoy tajovuzchilari Abduvali Abobakri va uning sabdoshlarini tirik qo'lga tushirish maqsadiga yetolmaydi. Shu chaqda Abduvali Abobakri amdila 20 yoshga kirgan edi. Abduvali Abobakri shahid bo'lishdan bir hafta ilgari ota-onasiga bir maktub kirgizgan bo'lib, bu maktubda o'zining Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilib shahid bo'lish yo'lini tanlaganligini, tirik qo'lga tushishni xohlamaydiganligini, o'zining bu yo'lni tanlaganligi uchun pushmon qilmaydiganligini, ota-onasining uning bu tanlashiga hurmat qilishi kerakligini va hargiz pushmon qilmasligini, shahid bo'lgandan keyin nazir chiroq o'tkazmasligini, yosh to'kmasligini, qaysar va mardona bo'lishlari kerakligini alohida o'tilgan. Xitoy tajovuzchilari Abduvali Abobakri shahid bo'lgandan keyinmi xotirjam bo'la olmaydi va Abduvalining ota-onasi o'ltirishliq Ili viloyatlik tashyo'l asrash idorasi oyliklar qurosiga 10 ga yaqin qurolli soqchini qarovullikqa avatib nazarband ostiga oldi. Ondan başqa Xitoy tajovuzchilari Abobakri apandining uyini oqtirib, ayol ikkisi bir umr ishlab yiqqan 40 ming Xitoy pulini musodir qildi. Fevral G'ulji inqilobchilarining o'rtaq bir aloyidligi shuki, ular oilasi va yaqin urug' tuqqanlaridan o'zlari shahid bo'lgandan keyin yosh to'kib yig'lamaslikni, nazir chiroq o'tkazmaslikni alohida talab qilgan. O'zlarining shahidlik yo'lini rozmanlik bilan tanlaganligini alohida ta'kidlagan.
Mana bu 5 fevral G'ulji inqilobi ruhi. Mana bu şehitlik ruhi. Tarixdagi nurg'ulg'an erki qirg'inchiliklar o'zlari nishon qilgan kichik millatlarni yo'q qilishda oldi bilan u millatlarni tashviqot orqali sesitish yelisini qo'llangan va bu jarayonda nurg'ulg'an yelmikirlarni o'ylab chiqqan. Masalan, Yahudilar, Afrikaliklar, Indiyanlar, Bermidagi Rohina musulmonlari va Uyg'urlar. 5 fevral G'ulji inqilobi shehidlari o'zlarining issiq jonlari badaliga Uyg'ur xalqining Xitoy tashviq qilayotgandek zaharlik chekimlik xumori, aydis bemori, o'rin abga bir millat emasligidan iborat haqiqatni butun dunyoga anglatdi. Vaqt münasibeti bilan 5 fevral arxivlarining 10 qismi mushada oxirlashdi. 5 fevral arxivlarining 11 qismida ko'rishaylik. Xayr xo'sh.